Salom bo'ldi. Bugungi videomizda o'sha yoshligimizda legenda bo'lgan Butsi va yoshligimizdagi eng ko'p tepilgan rezinka koptoni topdim. Hozir shuni ikkalovini test qilamiz. Ever since I was a chick and why was a shit. Try to keep on and come round, she wanna get hit. She say she done made me, can I get her by my side? Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz butsimiz va koptogimizni og'irligini o'lchab olamiz. Professional butsilarimiz 190 grammdan 240 grammgacha bo'ladi. Xitoy legendarniy butsimiz qancha grammligini o'lchab olamiz. 297 gramm ekan. Ikkitasini qo'shsak 608 gramm chiqadi. Oldingi butsilar lekin juda og'ir. Endi esa rezinkali koptogimizga o'tamiz. Oxirgi marta esingizda bo'lsa agar original koptog 425 gramm chiqadi. Ko'ramiz bu qancha chiqarkan. Turdi. Ko'rgan bo'lsanglar, rovna 400 gramm chiqdi. Professional koptogimizdan 25 gramm yengillangan. Mana ko'rib turganingdek butsilarni ham kiyib oldim. O'zimni ozgina noqulay his qilyapman. Vro'zi yumshoq, как будто oyog'im chiqib ketadigan bo'lib turibdi. Pas o'ynaymiz. Ham oyog'imni chust qilaman, ham koptogimni chust qilib oyog'im ozgina ichida o'ynayapti. Tor turgan bo'lsa ham. Professional butsilarda oyoq bitta turdimi, qotib qoladi. Hop. Pasam o'ynadim, koptoni ham his qildim, butsini ham his qildim. Bitta no tarafi bor, oyog'im butsining ichida baribir o'ynayapti. Professional butsidaqa yo ani 400 ming so'mlik butsiga o'xshab oyoq turmayapti. Oyog'im qattiq qo'ygan paytim ichida ozgina likillash bor. Stabilizatsiya deydimi? Stabilizatsiya bu butsida juda yomon. Endigina avval jangler va fintlarga. Takoy fintchadan boshlaymiz. Hop, yaxshi. Qiyinchiliksiz boshlandi. Kopto jangler qilish ham unchalik qiyin emas-u. Bu baribir noqulayroq. Butsini uchi g'alati ekan. Podyomda qilamiz. Yaxshi. Baribir oyog'im ichida qoldi. Chista podyom. Oyoq ichi. Oho. Qiyin emas. Oyoq tashqi tarafi. Yaxshi. Zo'r. Va nihoyat tizza. Yaxshi, qiyin emas. Videoga like bosamiz, jigar. Endi bir boshda qilib ko'ramiz. Ko'rganinglardek janglar umuman qiyin bo'lmadi. Baribir koptoni yengilligi bilan o'tdi. O'sha aytgan gapim, butsining ichida oyog'im o'ynoq. Oba! Hop. Uy. Kopto. Qanaqadir sakramaydiganroq, ey. Oba. Va oxirgi fintimiz bilan tugatamiz. Voy, ajoyib. Hamma fint, hamma qilmoqchi bo'lgan narsam o'xshadi. Koptoni bitta minus tarafchasi kopto kam sakrayapti. Hozir sentrni dugasiga koptonni qo'yib, bo'sh vartaga havodan gol urishim kerak bo'ladi. Ko'rganinglardek birinchi urinishda kopto zo'rg'a yetib bordi. Hozir yana ikkita tepib ko'raman. Ozgina yetmadi yana. Ozgina qo'shsam borar ekan. Bir joz tegib maksimalni tepdim. Faqat og'rig'im ozgina, faqat oyog'im ozgina og'ritdi. Ketdi. Yo'q. Gol bori do'stlar, lekin kopto uchmayapti. Men qanchalar harakat qilsam ham kirmadi. Kopto hech qachon osmonga uchmas ekan. Bu chunki rezinka, bu xorromi kopto bolajonlar. Endi eng qiziq, eng zo'r testga zarbalarga o'tamiz. Ketdik. Video noodatiy bo'lgani uchun zarbalar ham noodatiy bo'ladi. O'zimizni dehqonchasiga pirim tepaman. Yoshlikdagi milliy udarlardan, ma. Tayyormisan? Bu butsining uchi zo'rda, qalin. Da! Voy! Dinle. Asal gol bor, shuning uchun like bosamiz.
Rezinka koptogimiz o'zi 3 million koptog ekan. Yoshlikda kichkina bo'lganimiz uchun sal balangisi o'shdi deb xursand bo'lar ekanmiz. Atak ko'ryapsiz, hozir telefonmi? Koptog pirim tepganda ham azizgina chiqyapti, yana sho'ng'ib ketyapti, yo sekinlashib qolyapti hozir. Yaxshi. Pirimcha. Oyoq ketdi do'stlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa 3000 ta like yig'inglar bo'ldi. Men ikkinchasini chiqaraman. Ikkinchasida Joxon, Ali hamma kelib tepadi. Hammaga bittadan mana bunaqa butsi olamiz, hammamiz tepamiz. Bu chasida tepa olmaganim oyog'imni og'rib qoldi. Shuni hisobiga tepa olmadim. Atak 3000 ta like dan keyin hamma bolalar bilan ikkinchi marta yana ikkita koptok olamiz. Shunga o'xshash va hammamiz tepamiz.